Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men vala. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli kardeşler, men tövende bir to'xtalish ehtiyojli bo'layotgan, zarur bo'layotgan bir tema ustida qisqacha to'xtalmoqchiman. Bu temaning tushunishli bo'lishi, bu yerda demoqchi bo'lgan masalaning qarindoshlarimizga nisbatan texim oydin bo'lishi uchun, bog'lanish nuqtalarining texim ro'shan bo'lishi uchun so'zni biroz yana bir temadan biroz uzoqdan boshlashga to'g'ri keladi. Ammo so'z uzartilmaydi inshaalloh. Xo'sh. Navbatda so'zimizni uningdan boshlamoqchi bo'lgan boshdagi temamiz bo'lsa, vatan ichida, vatan sirtida qarindoshlarimiz ancha-muncha anglab turadigan bir atalg'u bor. Sharqshunoslar deydigan, sharqshunoslik, sharqshunoslar deydigan bir atalg'u. Buni mening his qilishimcha, bilishimcha ko'p sondagi qarindoshlar toza tushunib ketmaydi. Toza yaxshi tushunib ketmaydi bu atalg'uni. Nima degan gap bu? Sharqshunoslik degan nima degan gap? Sharqshunoslar degan kimlar? Buni ko'p sonli qarindoshlar tushunmaydi. Toza yaxshi tushunmaydi. Uning uchun so'zimizni o'sha yerdan boshlaymiz. Albatta mushaydan kirib so'zni uzatmoqchi emas, mumkin qadar qisqartib qilishga tirishaman. Aslida mushu tema haqida sharqshunoslik degan nima, sharqshunoslar degan kimlar, bularning g'oya maqsadlari nima, qachon paydo bo'lgan, bularning hadaf nishonlari nima, o'sha haqda bir 3-4 qismliq bir suhbat qilish planimiz bor edi. Ammo bunga fursat bo'lmay qoldi. Ba'zi sabablar. Ama hozir biroz vaqtidiroq bir ishga gap qilish, o'zimizningki bir musulmonlik mas'uliyatimizni, majburiyatimizni ado qilish zaruriyati tug'ilganligi uchun qisqacha bo'lsa-mu bir azroq to'xtalishga to'g'ri kelyotdi, jiddiyroq. Uning uchun qisqacha to'xtalamiz. Amal bor, so'zni uzatmaslikka tirishimiz qarindoshlar. Lekin diqqat bilan anglab önümlük faydalanish anglani. O'zingni bilgandan boshqa atrofingdagi qarindoshlarga, oila tabobatlaringga, o'quvchilaringga bu haqda biroz ma'lumot berish anglani, yetkazish anglani bu omonatni umid qilaman. Xo'sh. Sharqshunoslar degan bir turlik kishilar bo'lib, Yevropa ve Garip dünyasında teşkillengen bir grupa. Bir grupadan ibaret. Buna tarihten beri bunun hizmetini, bunu kılgan hizmetini, bunu nişan kılgan, nişanlı kılıp mangan kişiler tarihten beri boğan, mevcut boğan olsun. Ama bu sharqshunoslar degan ismning o'tirg'i chiqishi va shuningga yarasha shaklda bularningki xizmatini rasmiy shaklda ratga solib, tahimi kuchaytirib, tahimi ko'lamlashtirib o'tirg'i qo'yishi 1800-yillarning o'tirlaridan boshlab bo'lgan deb qaraladi. Bu haqda albatta har xil qarashlar bor. Falon vaqt deydigan taxminan 200-300 yıl, 250-300 yıldan beri bu şəxslər şu nam bilen sharqshunoslar degan nam bilen kengayishga başlagan, zo'rayishga başlagan. Xo'sh, bular yuqori deganimizdek Yevropa dunyosida barliqqa kelgan bo'lib, Yahudlardan ve Nasaralardan, dinsiz atizmçılardan
tarkib topgan bir türlük kişiler. Muşulardan, muşu taraflardan, muşu guruhlardan teşkillengen, şularning içinden çıkan bir türlük şu sahaga nisbeten ma'lum darajada g'arazlik bo'lgan, mush jihatda xizmat qilishga qobiliyati bor, iqtidori yetadigan, gapga usta, tilga mohir, maqsadini ifodalashda, kishilar bilan muomala qilishda alohida iqtidorga ega, o'rganish iqtidoriga ega, egallash iqtidoriga ega. Mushundaq kishilardan makkar, hiligar, saxtipaz, aldamchi, mushundaq kishilardan tarkib topgan bir to'p kishilardan iborat. Bular nima ish qiladi desa, sharqshunoslar degan mushu gapga kelsak, sharq deganimizda hammamiz bilamiz, g'arbga nisbatan mushu Osiyo, nima, O'rta Sharq, Arab davlatlari joylashgan taraflarni sharq deb ataydigan bo'lg'achqa, bu shu yerdan tug'ilgan atalg'u hisoblanadi. Ya'ni bular Arab İslam dünyasını, Araplarning urf-odatini bu Arab zeminidan, Mekke Mukarrama, Medine Munavvardan taralgan bu İslam dinini o'rganishni maqsad qiladi başta. Buni markaz qiladi. Bu rayonlarni markaz qilgan bo'lg'achqa, uning uchun sharqshunoslar, ya'ni sharqni tadqiqot qilguvchilar, sharqdagilarni tadqiq qilguvchilar, sharqdagi, ya'ni o'sha Arab mamlakatlari, Arab rayoni deki kishilarni, insonlarni, musulmonlarni tadqiq qilguvchilar, bularning ahvolini o'rganguvchilar, egallaguvchilar, bu haqda izlanguvchilar degan ma'nodagi so'zlardan iborat. Bular gapni yana qatlam qisqartimiz qarindoshlar. Bular ma'lum darajada kuchli kishilardan tarkib topgandan keyin, jamlangandan keyin bular rasmiy shaklda ba'zi rivoyatlarda 1870-yillarda bir keng ko'lamli bir qurultay ochganligi ma'lum. Bugungi kunda Fransiyada qurultay ochib, bu yerda g'oya maqsad nishonlari, qiladigan ishlari, kim nega boradi, qaysi davlatga boradi, kim nima o'rganadi, kim nimalarni o'rganishga mas'ul, masalan, kimning nima qilish, qaysi ishni qilish yoki nadin kirish iqtidori va mush jihatlarda fikrlashish va qaror olgandan keyin bular rasmiy shaklda xizmatga o'tganligi bayon qilinadi. Bular taraydi. Birinchi qilib Arab İslam dunyosiga taraydi. Saudiya mamlakati rayoni, Xalij zemini, ondan başqa Misr, Suriye, mesela Iordaniya, Yemen, Qatarlık, Maghrib ve hakaza devletlige taraydı. Şu cümleden Afrika kıtasiga ham maxsus tashkillik guruh avatiladi. Şu zamanlarda Afrikaga ham avatilgan, bağın ve şu yerda muqim turib xizmat qilgan sharqshunoslarning soni 15 mingdan oshgan degan qarashlar mavjud. 15 mingdan ortiq kishi şu yerda maxsus fidokorlik qilgan. Afrikaliklarning hayotini o'rgangan, tilini o'rgangan, dinini o'rgangan, albatta islom dinini. Afrika qit'asidagi islom diniga e'tiqod qiladigan rayonlarni markaz qiladi bular. Nimadir Afrika qit'asini yoki davlatlarini, millatlarini emas,
islom dini merkez joylashgan yerlarni asos qiladi. Islom dinini merkez qiladi. Musulmonlarni merkez qiladi. Shu yerga boradi bular. Taraf-tarafga taqagan. Bular din o'rganishga, millatlarning xarakterini egallashga, urf-odatlarini o'rganishga rasmiy kirishgan, o'quvchi bo'lib kirgan bular. Maktab, universitetlarga o'quvchi bo'lib kirgan. Shayxlarning oldiga talibul ilm bo'lib kirgan. Masalan. Buni bular shu jumladan bularningki bu harakatining ta'siridan bizmi quruq qolmagan. Shu mezgillarda 1800-yillarning o'rtalari, oxirlarida bular bizlarga qadar ham yetib borgan. Tarix o'qiganlaringlar Sharqi Turkiston haqida bu haqda bir narsalarni uchirtug'liq. Qashqada va nimada Yakanda bular alohida rasmiy shaklda markazlarni qurgan. Shivitlar deb tilganladi ba'zi yerda. Bizning Uyg'urcha kitoblarda qarasangiz shivitlar degan ma'noda inglizlar degan iboralar bilan tilganladi. Bular markazlarni qurgan. Bu markaziga bog'liq doktorxonalarni qurgan. Bu markaziga bog'liq ma'rif nimalarni, kurslarni, maktablarni ochgan. Ve kişilerini u yerga da'vat qilishgan. Bizning nimamizga kelsanglar, qishimizga kelsanglar, aniq qilamiz, ma'ni qilib beramiz. Bizning doktorxonada davolansanglar, haqsiz davolaymiz, aniq qilib beramiz. Degan o'xshagan har xil nayranglarni ish qilib, bular kishilarni qo'ldan kelganicha shu kelgan kishining saviyasiga, ahvoliga ko'ra, qiziqishiga ko'ra bular ularning qalbiga kirishga boshlagan. Ularning umumiy ahvolini egallagandan keyin bularga qarta o'zining asli maqsadi, g'oyasini ishlatishga boshlagan. Demak, bizmi nasibisiz qolmagan bulardan. Indoneziya olsun, Malaysiya qatorliq nurg'un davlatlarga ish qilib musulmon bo'lgan, islom diniga e'tiqod qiladigan, xalq yashaydigan rayonlarning hammasiga taqalgan bular. Shu yerlik bo'lib yashagan. Har qancha nachar muhit olsa, nachar muhitgan deb voysirmay badal to'lagan bular g'oyasi uchun. Bo'libmi Arab islom dunyosiga borganlar, u yerdagi shu zamondagi diniy, shar'iy universitetlarda ilm tahsil qilgan. Arab tilini o'rgangan, egallagan. Bugungi kunda ham shu sharqshunoslarning ichidan Amerikalarda va nimada masalan Yevropaningki bir qism davlatlarda, Angliyada olsun, Germaniyada olsun, nimada Fransiyada masalan, Kanada, G'arb va Yevropa dunyosiningki har bir tarafida Arabchini arabdek biladigan kishilarni uchirdilar. Adam chiroyiga qolib bog'liq bo'lmaydigan odamlarni uchirdilar. Chiroyi qolsa Yevropalik yoki G'arb dunyosiga mansub, ammo tili ajoyib fasohatlik arabcha tili. Bu qadar o'rgangan kishilarni ko'rsalar. Demek zamanında hem bundan 100 yıl, 200 yıl aldı da hem bular bunundan neçe hessi fedakarlık gösterken bulup, bedel tülügen bulup, bular universitetlerini tutkuzgen, şeyhlerin aldığında oturup, şeyhlerin icazetini alışka kadar okugan. Neticede buların içinden nurgulları şu gayesine asas kılgan, asasta merkez kılgan asasta biz o gayesinin nemikelliğini tüvende deyimiz. Kitaplarını yazgan, jurnallarını çıkargan, gazetlarda makalalarını ilan kılgan toxtumay. Şu zamandaki uçur alaka vasıtlardan önümlük faydalangan, teşvikat vasıtlardan alahide önümlük faydalangan. Elbette bularını G'arb ve Avrupa'daki devletler alahide qanday qilgan, güçlendirip turgan. Bularını şular teşkil edigen elbette. Bularga şular medet berip turgan.
bularning bütün yeriqini yaqin qilish, qiyinini osonlashtirishda davlatlari keyinda turgan. Har qanday bir kitob tayyorlasa, shu kitobi davlat tarafidan nashr qilinib, bütün dunyoga har xil tillarga tarjima qilinib tarqatilgan. Maktablarning darsliklariga aylantirilgan. Xo'sh. Shu sohada shu qadar xizmatlar qilinganki, hatto arabcha tafsirlar yozilgan. Shu kishilar tarafidan. Uni musulmonmitti desa musulmon emas qarindoshlar. İslam dinini o'rgangan, shar'iy fanlarni o'rgangan, fiqh o'rgangan, tafsir ilmi o'rgangan, hadis ilmi o'rgangan, islom tarixini o'rgangan, lug'a arabiya, arab til va uningga oid ilimlarni o'rgangan. Bu sohalada kitoblarni yozgan bo'ladi. Tafsiri haqida kitob yozilgan. Hatto ba'zisiniki tafsirchilik tarixi degan haqda yozgan maxsus kitoblari mavjud. İslam dinideki fiqh mezheplari haqida yozgan kitoblari mavjud. Tafsir haqida, mufassirlar haqida yozgan kitoblari mavjud qarindoshlar. Hadis haqida yozgan kitoblari, sahih zaif haqida yozgan kitoblari mavjud. Har xil kitoblarni yozgan bo'ladi. Mushu 1-200 yil jarayonida bularning maxsus mush islom diniga oid shar'iy diniy sohaga oid diniy tonulan bunda qaramoqqa bu musulmon olimkanda degan tuyg'uni beradigan uslub bilan yozilgan mush shaklda turib maqsadini ishga oshirishga harakat qilgan bu jihatda yozilgan kitoblarning soni hukumat tomonidan rasmiy shaklda qo'llashga erishgan nurg'un tillarga tarjima qilinib tarqatilgan kitoblarning soni 60 mingdan oshadi degan nimalar rivoyatlar kitoblarda kelgan materiallarda mavjud. Bular shu qadar kuchgan. Amaliyotda o jurnal, gazet va boshqa parcha-purchak tashviqotlari ayrim gap. Ammo rasmiy shaklda xalqaroda ta'sir qo'zg'agan, xalqaroda ma'lum darajada ta'sir ko'rsatgan va olqishga erishgan shu bir turlik insonlar ichida bozor topgan kitoblari bu darajada ko'lamli bo'lgan. Ya'ni nurg'un kitoblar yozilgan. Albatta bu kitoblarning fransuz tili, ingliz tili, italyan tili va boshqa Rossiya tili degandek har xil tilda o bo'g'inidan boshqa maxsus yezilishda arabcha yozilgan kitoblar bu nurg'un. Yezilishda arabcha yozgan, undan keyin boshqa tilga tarjima qilgan kitoblari ham mavjud. Biz mushayxda sifirlik bir şekilde hatta şu kitaplarının isimlerinden tartıp sözleşip planımız vardı. Ama bunun bir az tayyorlik qilish biraz vaqt ketadigan bo'lg'achqa hozir ba'zi munosabatlar, ba'zi ehtiyoj sababli jiddiyroq bir so'zlash to'g'ri kelganligi uchun qisqartib so'zlayapmiz qarindoshlar. Demak, Arab dünyasından ve başka bütün dünyada Amerika'ya nispeten bir qiziqish, Amerika'ya kelib o'qish, Kanadaga kelib o'qish, Germaniyaga kelib o'qish, nimaga Londonga, Angliyaga kelib o'qish, Fransiyaga kelib o'qish degan o'xshagan qiziqishlar mavjud. Shu jumladan bizning Uyg'urlarda ham bu talpinishlar hali yuqori gradusga chiqqan. Demak, taraf-tarafdan mushu G'arb Yevropa dunyosiga kelganlar maktablarda olsun ve kütüphanlarda, sırtılda yani şu kişilerin kitaplarından uçuruşkan. Uçuruşudu. Hatta mektep derslikleri mevcut. Bula şu şerh şunaslar diyenler yukarıda dediğimizdek bula biriplikinde uyardı. Hedefi nişanı için hizmet kılgan emez. Ügengen bula. Şu yerde yaşap, Mısır'da yaşap, bugünkü Saudi Arabistan'da yaşap günlük, Yemen'de yaşap günlük, Suriye'de yaşap günlük, şu yerde yaşaklık, şu yerinin halkı olup durup, şu yerinin yerlik adamız süpte de vatanını unutup durup günlük bulan.
tilni u qadar egallash uchun, shu tilda, arab tilida bir kitob yozgudek bo'lish uchun qanchalik tirishchilik ko'rish kerak ekanligini tushunalaysizlar. Buni bir necha yil o'qigan. Rus o'rgangan. O'rgangandan keyin ishni nereden boshlash, nereden kirishni tushunib yetgandan keyin an bu xizmatga o'zining hadafini ishga oshirishga atlangan bo'ladi. Uning uchun bularning yozgan kitoblari ustadlik bilan yozilgan bo'lib, bu yerdan shu dunyoga qarab dunyosi, Yevropa dunyosiga bag'anlar albatta bu kitoblarningki o kitobda ilgari surgan ideyalarning ta'siriga uchragan. Xo'sh, endi bular nima ish qiladi? Bularning birinchi g'arazi aşağıya ko'rib til o'rganish, urf odatini o'rganish, xarakterini egallash, mushularning hammasidan nima qiladigan, o'ylaydigan, yoki mushuning ko'zda tutgan asosli maqsadi islomni chiritish, musulmonlarni ojizlashtirish, musulmonlarni o'zi e'tiqod qilgan islom diniga nisbatan shubhalantirish ve islom dini tarafdan chiqib turib, islom dinida bo'lmaganligini yiroqlashtirish, dindan yiroqlashtirish, islom diniga yaqinlashtirmaslik xizmatini o'tamoqchi bo'ladi. Bunda bir uslub bilan bu şekilde hizmet qilish uchun albatta islom tarixini hammani yaxshi bilishga to'g'ri keladi. Bular her taraflamilik o'rgangandan keyin biz ma nuqtalardan kelsak bo'ladi ekan deganni bilgan. Birinchi, Qur'oni Karimni Allohning so'zi degan, ya'ni bir tarafdan buni hujum qilish kerak ekan, Allohning so'zi emas deganni. Buni bıraklam Allah'ın sözü emes demeydi. Bazı ayetlerini bormulap, özgertip çöndürüşke uğrunudu. Ma ayetini meşayihler, bazı alimler, ölümalar, müfessirler mındak tefsir kılıyordu, mındak çöndürdü. Ama bu mındak yapamaz. Esli bu ayetin maksadı bu. Bu ayetin çıkarılan mana bu. Çünkü bu ayetteki, bu cümledeki bu lügat, bu kelime mındak managa ega. Bunu cahiliye şiirlerdeki falanının mançıncı beyti, falanı beyti bunu mındak roşelleştirdi. O bunu mındak bayan kıldı. Onun asasen bu ayetin muddası mındak idi. Ama mufassirli mındak çöndürüp bunun da hatalaşkan. Digenge okşagan şekilde ayetlerinin yadroluk manalarını özgertişke uğrunur. Yeni bir taraftan hadis kirdi. Hadisninki bir türlü to'qilma hadisi var qarindoshlar. Mavdu hadis deymiz. Hadismi nurg'un turga bo'linadi. Buning ichidan mavdu hadis deydigan bir turli hadis var. Zaif deganni tushunasizlar. Zaif hadis deganning ichida mavdu deydigan bir turi var. To'qilma hadis. Boshqalar tarafidan to'qilib, boshqalar tarafidan kelishtirilib, hadislarning qatoriga qo'yib qo'yilgan. Hadislar qatoriga tizilib qo'yilgan. Hadislarning hadis kitoblarining ichiga kirgizilgan. Buni o'z zamonidagi zindiqlar deydigan bir turli kishilar bo'lgan. Ya'ni shu bugungi kundagi shu bir turli o'zini niqoblagan sharafshunoslarningki oti bular ajdodlari. Zindiqlar. Bu deganlik nima desa, asli yahud yoki nasara yoki dinsiz atizmchi. Ama sallatonni kirib lan şeyh olup, meşayih olup din öğrenip kişilerini işçiden çiritiş için Müslümanlarını dinini buna her xil efsanevi hadislerini, sözlerini, ibarelerini tokup bunu hadis deb kişilerge anlatkan. Ne de imkan tapası şeye verip onu takatkan. Demek üzü Yahud yoki Nasara yoki dinsiz, qora dinsiz, ama Müslüman kıyafetinde turup kişilerge davet edip bağın, kişilerini zindiq diletti. Bunu şunda kişiler tarafından uydurulgan narsalar, sözler. To'qilmaydi degan. Bunu bu şerefşunaslar deganlar aşağıdan kirgen bir taraftan.
Aşında hadisini oturga çıkıp, qarang, mushunda mı hadis olandı? Qandaq olup bundaq söz oludu? Qandaq olup bundaq bir sözge insanlar işensin? Qandaq olup bu sözge amel qilish mumkin? İnsanlar bu söz bo'yicha ish ko'rsa qanday bo'lmoqchi? Bu qandaq aqldan o'tidi? Deganga o'xshagan so'zlar bilan bu zaif hadis qo'yilgan, yasalgan albatta bir dinsiz, bir din düşmeni tarafidan to'qilgan narsa qanday bo'lmoqchi? Albatta insonning aqlidan o'tmaydigan bir narsa. Dinga tamamen xilaf, dinning ruhiga xilaf, dinning nishoniga xilaf. Allah'ın Resulü'nünki iradesiga tamamen xilaf. Vehiyga tamamen qarma-qarshi so'zlar albatta. Lekin o hadis deb tanilgan bo'lganligi uchun bular buni bunda deb hadis va musulmonlar shuni hadis deb taniydi. Mushuning bilan yashaymiz deydi. Qaranglar bu qanday bo'ladi? Bu nima degan nadonlik? Degandan kirdi bir endi. Yana bir tarafdan tarix tarafidan kirdi. Tarixni yaxshi egallagan, tarix haqida yuqorida ishorat qilganimizdek nurg'un kitoblar yozilgan, mashhur kitoblar bo'lgan islom tarixi deyilgan. Dinsizlar yozig'liq, ya'ni mushoza deyotgan dinni ichidan, tegidan qumurib o'timiz deb kirgan, dinni o'rgangan sharafshunoslar tarafidan yozilgan tarix. Qandayroq tarix bo'lmoqchi? Albatta bir odam tutiblikindi, mayani bunda debdi, nimundaq bu dinni tillaydi deb tutqunotgan undaq bir yalang'och emas. Lekin bir odam 5dan kelib oyog'idan chiqsa, 5da boshlagan chaqdagi odam oyoqqa borgan chaqda bilak odam bo'lib chiqadigan, uni tamoman ma'lum darajada o'zgartiradigan darajadagi insonning psixikalarini qalaymagan qilib turib, o insonni yo'ldan ozdira oladigan iqtidorli bilan, hiyla nayrangli bilan yozilgan kitoblar. Demak, bu insonlar dinga mana o dinni o'rgangandan keyin, musulmonlarning xarakterini, tushunchalarini o'rgangandan keyin mana shunday har taraflamalik kirgan. Qur'oni Karimning mutashabihat oyat, mutashabihat deydigan oyatlar bor. Bir necha xil ma'noga ega. Mundaq tushunsin bo'ldigan, mundaq tushunsimi, tushunish mumkinchiligi, ehtimolligi bo'lgan ba'zi oyatlar bor. Bunu Qur'oni Karimning o'zida Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Sura Ali Imronda. Bunu Qur'oni Karimda bir turlik ana oyatlar bor, sabit bo'lgan oyatlar bor. Aniq bekitilgan oyatlar bor. Tamam. Buningga hech kimning telefon atmaydi, hech kim buningga chaqirishga urinolmaydi hatta. Chunki ochiq bayon qilingan. Bir turlik mutashabihat oyatlar bor. Bu sinab, imtihon dunyosi bo'lganligi uchun Qur'oni Karim hadisning hammasi shuni asos qilgan, shu asosda bayon qilinadigan bo'lg'achqa bir turlik yana mutashabihat oyatlar bor. Ya'ni kishilar qanday qiladi ma'noga kelganda deydigan maqsadlarda bayon qilingan. Albatta buni Allohning Rasuli yaxshi biladi va Allohning Rasulining muddaosini tushungan kishilar, ilmda cho'nqur bo'lgan kishilar buni tushunadi aslida. Yaxshi olim bo'lgan, ixlosmand, muxlis, samimiy bo'lgan musulmonlar buning to'g'risini tushunadi. Lekin dilida kasal bo'lgan, maraz bo'lgan insonlar dan mushundaq oyatni tutib turib lekinde bunu udulusqa Qur'oni Karimda degan muddao bilan tushunmay, uning o'ng tarafiga, so'l tarafiga, ostiga, iyabiyaga kirib boqadigan. Buningda nish qizlaydigan bir turli kishilar bo'ladi. Bulardan qalbida maraz bo'lgan kishilar degan haqda Qur'oni Karimda Alloh o'zi bayon ma'lumot bergilik. Buni bular bu yerdan hujum qiladi. Ashundaq oyatlarni tutib olib turib, shu oyatlarga tayinib turib bir nimalarni deyishga urinadi. Islom dinini xunuqlashtirishga urinadi. Qur'oni Karimning mazmunlarini shu oyatlarda bayon qilingan va umumiy mazmunlarini inkor qilish uchun shunday nuqtalardan foydalanadi. Shu yerda o'zi chiqalaydigan bir ishni ichib turib, buni shu o'zining ra'yi bo'yicha tushuntirib turib, bu orqali Qur'oni Karimni inkor qilishga urinadi va kishilarga nisbatan Qur'oni Karimga bo'lgan ishonchisini susashtirish, kishilarning qalbida gumon shakllantirishga harakat qiladi. Xo'sh, mana bularningki izchil xizmati shu bo'lib kelaylik,
bütün dünyaya tarihlik şu Resulullah'ın zamanında hem mevcuttu. Sahabalarının zamanında hem mevcut. Kinki halifelerinin devrine gelgende tekimiz zoraygan bulan İslam dinini düşünüp durup, İslam dinini ügünüp durup, içine girip durup, İslam dinini ve Müslümanları mağlup kılış, yeminip taşlaş, bunu parçalaş, bunu cerahatlendiriş İslam dinini ve Müslümanları. Bunun için hareket kılınan taifeler her zaman bulup gelgen, ama kin keşke 300 yıl bu taraftaki yakın keşke 300 yıl mabeyninde buna resmi sistemalaşkan bir grupa, devlet kurumuga aylanıp durup buna hareket kılgan. Buna dinni bu kadar çöngendin kin, Müslümanların rahatsız çöngendin kin, hatta devletlerininki, özünün devletlerinin mustaşarları olan, şu devletlerininki aksakalları olan, onun danışmanları, onun meslahatçileri olan bular. Şu devletle İslam dinine kanda muamele kılış, Müslümanlığa kanda muamele kılış, ulanı kanda kılganda eyveşki keltiriş, kanda kılganda ulanı kontrol kılış, ulanın üstünden hükümran bulanış meseleleri de aşulardan meslahat alıdığan ahalığı kelgen. Kanda kılımızda. Bunu bular ma yerini kiresler, ma şekilde kiresler. Ulanın devleti bağlanın ki başta mındak kısla, miyadım başlayısından başlap, ulağı yol kösetken. Hoş. Mana bu dinning ishiga kirib turib dinni chiritish uchun hareket qilgan, dinga dushmanlik qilgan, dinning tarixiy dushmanlari bo'lgan sharqshunoslar degan kishilarningki qisqacha tanishtirilishi va bularning g'oya nishonlari bulardan iborat. Endi günümüzde bir türlük insanlar oturuğa çıktı. Kur'ançılar degen nam bilen oturuğa çıktı. Yeni bilmiçiler degen nam bilen oturuğa çıktı. Bular her xil şekilde kişiliğe nispeten hele bir ayetin kusur tapıdı. Hele bir ayetin mezmununun kusur tapıdı. Birileri çıkıvatıdı hem de Kur'an-ı Kerim'deki falana ayet onda degen gibi emez. Mındak degen gibi emez. Onun mındak da püşense anda olurdu. Anda püşense mındak olurdu. Bu ayetteki mavu mındak degen gibi degen geplerini götürüp çıkıvatıdı. Bu bir penning normal insanlar tarafından yol koyulgan, insanlar barlıkka keltirgen, icad kılgan bir penni, şu pende mehsus terbiyelengen, şu pennin etraflık igenligen edemlerden başka normal insanlar, normal düşünemeydiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'ni, ilahi bir kitapni, bir til ügengen bir edem, bir ügengen til tayinip durup, yoki de o'zining bir tarixchiligiga, adabiyotchiligiga tayinib turib, bir she'riyatga va uningga aloqali ma'lumotiga tayinib turib, Qur'oni Karim haqida bir narsa deyish adabmi bu? Bu eng oddiy adabsizlik. Bu eng az bo'lganda axloqsizlik. Bu Qur'oni Karimni tushunish, Qur'oni Karimga oid bir narsa deyish, Qur'oni Karimning oyatlari ustida tadqiq qilish uchun maxsus şu Qur'oni Karimni tushunishga oid ilmlarni o'rganish kerak. Lug'a arabiyani o'rgangandan boshqa Qur'oni Karimni tushunishning adablarini o'rganish kerak. Buning aloqali nurg'un pallava bularni egallash kerak, atrofliq egallash kerak. Maxsus ustozning oldida o'rganish kerak. Necha yillik hayotini tafsir ilmiga, Qur'on ilmiga, şeriat ilmiga bag'ishlagan kishilar xato bilgan, ammo bu ilmning qashdan o'tmagan bir inson buning mohiyatiga yetgan. Shundaymi? Bu qanday insonning aqlidan o'tadi? Demak, bularning hammasi mana biz yuqorida degan, mana shu biz Qur'onga ergishimiz, u hadis degan o nima emas, dindan emas, hadisning din bilan aloqasi yo'q, devatqanlarning hammasi bularning yildizi dal aşo biz yuqorida degan shu sharqshunoslarga tutishadigan kishilar. Buni bular her zaman mesela Hindistan'da nimalarni qildi, Misrda nimalarni qildi shu sharqshunoslar. Mezheplerini paydo qildi, mezheplerini o'ydirib chiqadi. Bir samimiy musulmon paydo qilgan narsalar emas. Şu insanlar şu yerda musulmonlarni parchalash uchun musulmonning ichiga kirib turib, shayx bo'lib turib, avliyo bo'lib turib, bini bin bo'lib turib paydo qilgan narsalar. Nurg'un tariqatlarninki ipini sirisa,
Aşı kişiler görüp tutuşudu. Birilerinin bilmedi de, yine birilerinin bilmedi de, Kur'ançılar degen, bu Kur'an'ı egişimiz, Kur'an bizge yetidu degen, mındak kalamakka çıraylıqtay tüylüdügan, bu xil mezhepni oturgu çıkadı. Aşılı çıkadı, urug'ni şular tikdi. Yani bugün kündeki, moşu gepni kötürüp çıkıp, haddini bilmey sözlevatqanlar, yani şular tikip koygan urug'ninki mahsulatları. Bunu çokum biliş gerek arkadaşlar. Bu bir efsane, bu bir hayali narsa emas. Bu resmi enge ilingan, resmi kitaplarda yazılgan ma'lumotlar. Devletler tarafından itiraf kılınan ma'lumotlar arkadaşlar.